uchburchaklarning o'xshashligi. Chizmada ikkita uchburchak tasvirlangan. Birinchi uchburchakning tomonlari A, B, S, ikkinchi uchburchakning tomonlari A1, B1, S1 bilan belgilangan. Birinchi uchburchakning burchaklari alfa, beta, gamma bilan, ikkinchi uchburchakning burchaklari esa alfa 1, beta 1, gamma 1lar bilan belgilangan. Endi uchburchaklarning o'xshashlik ta'rifini keltiramiz. Birinchi uchburchak ikkinchi uchburchakka o'xshash deyiladi agar birinchi uchburchakning 3 ta tomoni ikkinchi uchburchakning 3 ta tomoniga mos ravishda proporsional bo'lsa va uchburchaklarning mos burchaklari teng bo'lsa, mana shu ikkita shart bajarilsa, ikkita uchburchak o'xshash deyiladi. Va tomonlarning nisbati k bilan belgilangan. K o'xshashlik koeffitsiyenti deyiladi. Biz ko'rayotgan chizmada k 1/2 ga teng. Ya'ni katta uchburchak kichik uchburchakdan 2 marta katta. Ko'rishimiz mumkin. 2 marta kattalashtirsak, yana katta uchburchak hosil bo'ladi. Bu yerda demak 6 ta tenglik bajarilishi talab qilinyapti uchburchak o'xshash bo'lishi uchun. Yuqorida birinchi qatorda 2 ta tenglik A1 teng B1 teng S1. Pastda 3 ta tenglik, 3 ta burchak 3 ta burchakka teng. 5 ta tenglik bajarilishi talab qilinyapti. Lekin buni soddalashtirish mumkinmi? Buni osonroq yo'llari bormi? Ikkita uchburchakning o'xshashligini osonlikcha bilishimiz mumkinmi? Mumkin. Shunda 3 ta usulini keltiramiz. Mana uchburchaklar o'xshashligining birinchi alomati. Agar bir uchburchakning ikki burchagi ikkinchi uchburchakning ikki burchagiga mos ravishda teng bo'lsa, u holda bunday uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Mana chizmada ikkita uchburchakni ko'rib turibsiz. Birinchi uchburchakning burchaklari alfa, beta, ikkinchi uchburchakning ikkita burchagi ham alfa, beta. Yuqoridagi keltirilgan alomatga ko'ra bu ikkita uchburchak o'xshash bo'ladi. Ya'ni mana shu ikkita tenglikdan, ya'ni alfa teng alfa 1, beta teng beta 1 tengliklardan mana bu 5 ta tenglik kelib chiqadi. Ya'ni A teng A1 teng B teng B1 teng S teng S1 va gamma teng gamma 1. Uchburchaklar o'xshashligining ikkinchi alomati. Agar bir uchburchakning ikkita tomoni ikkinchi uchburchakning ikkita tomoniga mos ravishda proporsional bo'lsa, ya'ni B taqsim B1 teng S taqsim S1 bo'lsa va ular orasidagi burchaklar teng bo'lsa, bu BS tomoni orasidagi burchak B1 S1 tomonlar orasidagi burchakka teng bo'lsa, u holda bunday uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Ya'ni bu yerdan ham mana shu ikkita tenglikdan ham quyidagi 5 ta tenglik kelib chiqadi. Endi uchburchaklar o'xshashligining 3-alomatiga o'tamiz. Birinchi uchburchakning 3 ta tomoni ikkinchi uchburchakning 3 ta tomoniga mos ravishda proporsional bo'lsa, u holda bunday uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Ya'ni mana bu yuqorida keltirilgan 2 ta tenglikdan mana bu 5 ta tenglik kelib chiqadi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, mana birinchi tenglik shuni o'zi, birinchi qatordagi tenglik, mana bu oxirgi qatordagi tenglik esa burchaklari tengligi. Demak, mana bu tomonlar nisbatini tengligidan uchburchaklarning burchaklari, mos burchaklari teng ekani kelib chiqadi. Xo'p, endi xususiy hollarni ko'ramiz. Masalan, to'g'ri burchakli uchburchak uchun o'xshashlik alomati ancha soddaroq bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchaklarda bittadan burchagi 90 gradusli burchak bo'ladi. Ya'ni bittadan burchaklari teng. Masalan, S burchak S1 burchakka teng. Buni ko'rib turibmiz ikkita uchburchakni. S burchagi S1 burchakka teng. Har ikkalasi 90 gradusdan. Shuning uchun yana bittadan burchagini tengligini talab qilsak, u holda uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Mana to'g'ri burchaklar uchun birinchi belgisi. Agar bir to'g'ri burchakli uchburchakning bir o'tkir burchagi ikkinchi to'g'ri burchakli uchburchakning bir o'tkir burchagiga teng bo'lsa, u holda bunday to'g'ri burchakli uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Ikkinchi alomati.
ikkinchi va uchinchi alomatlarni sodda qilib aytadigan bo'lsak, bir uchburchakning ikkita tomoni ikkinchi uchburchakning ikkita tomoniga mos ravishda proporsional bo'lsa, u holda bunday to'g'ri burchakli uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Mana ikkinchisida mos tomonlar sifatida katetlar olingan. Ya'ni bir to'g'ri burchakli uchburchakning ikkita kateti ikkinchi to'g'ri burchakli uchburchakning ikkita katetiga mos ravishda proporsional bo'lsa, u holda bunday to'g'ri burchakli uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Ikkinchisida, mana uchinchi holatda bitta katet va gipotenuza olingan. Agar bir uchburchakning bir kateti va gipotenuzasi ikkinchi uchburchakning bir kateti va gipotenuzasiga mos ravishda proporsional bo'lsa, u holda bunday to'g'ri burchakli uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Endi teng yonli uchburchaklar. Teng yonli uchburchaklarning o'xshashligi yana ham soddaroq bo'ladi. Agar mana ikkita teng yonli uchburchak berilgan, chizmada tasvirlangan. Bir uchburchakning uchidagi burchagi ikkinchi uchburchakning uchidagi burchagiga teng bo'lsa, u holda bunday teng yonli uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Yoki bo'lmasam, bir uchburchakning asosidagi burchagi ikkinchi uchburchakning asosidagi burchagiga teng bo'lsa, ya'ni beta 1 ga teng bo'lsa, u holda bunday teng yonli uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Mana uchinchi xil alomati. Agar bir teng yonli uchburchakning asosi bilan yon tomoni ikkinchi teng yonli uchburchakning asosi bilan yon tomoniga proporsional bo'lsa, u holda bunday teng yonli uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Bundan tashqari teng tomonli uchburchaklarni ham ko'rishimiz mumkin. Har qanday ikkita teng tomonli uchburchak o'xshash bo'ladi. Endi o'xshash uchburchaklar to'g'risidagi formulalarni keltiramiz. O'xshash uchburchaklarga oid formulalar keltiramiz. Birinchi formula: A taqsim A1 teng P taqsim P1. Bu yerda P birinchi uchburchakning perimetri, P1 ikkinchi uchburchakning perimetri. Ya'ni tomonlari yig'indisi. Ikkinchi formula: o'xshash uchburchaklar yuzalari nisbati uni tomonlari nisbatining kvadrati kabidir. Ya'ni S taqsim S1 teng A taqsim A1 kvadrat. Xo'p, demak, tomonlari o'xshash uchburchaklarning tomonlari nisbati perimetrlari nisbati kabi bo'ladi. Yuzalari nisbati tomonlar nisbatining kvadratiga teng bo'ladi.